Assalomu alaykum, Milliy Gato'lar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Beshariq tumani Andarxon qishlog'iga yetib kelganmiz. Xo'sh, bu yerda shashlik xonalari bor ekan. Orqasida shashlik xona uchun, shashlik yeyish uchun xonalari bor ekan. Xuddi o'sha yerga 4 dona har xil razmerdagi panel radiator qo'yib, isitish sistemalarini qilib bermoqdamiz. Ichkariga kirib bir qator sizlardan ko'rib chiqamiz. Havoga qish kelyapti, sovuq kunlar boshlandi. Xudo xolasa, o'sha sovuq kunlarda shashlik yegan kelgan akalarimizga sharoit qilish maqsadida 4 ta odдельный xonalari bor ekan. 4 ta xonaga 4 dona har xil razmerdagi panel radiatorlardan uстановка qilib, katyolimizga o'rnatib bermoqdamiz. Sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Mana bu xonasini ko'rsatsak, 50 sm ga 1.60 razmerdagi panel radiatorimizni uстановка qilib berdik. Sistemamiz xonadon egalarining o'zlarining taklifiga binoan samotokni ichkaridan tortinglar va radiatorni xuddi shu yerga o'rnatinglar. Bu tarafga derazadagi o'rnatamiz, bu tarafga o'rnashmadi. Chekkada bir chekkali bo'lsin, ham turba ichkaridan ketsin deydi. O'shuning uchun ichkari tarafdan uстановка qilib berdik. Ana keyingi xonasiga ham kiryapmiz. Keyingi xonasiga ham 50 sm ga 1.5 razmerdagi panel radiatorimizni uстановка qilib berganmiz. Sistemalarga bitta e'tibor berasizlar. Remontlari bitgan ekan. Shikast yetkazmasam juda ham chiroyli qilib, oyog'iga noshkalar bilan qatirib berdik. Mana keyingi xonamizga xuddi shunaqa qilib 50 ga 1.60 oyog'iga noshkalar bilan qatirib juda ham chiroyli qilib, sifatli ishlar qilib bajarib berdik. Videoni kuzatishdan oldin videomizga bitta like bosamiz. Kanalimizga mehmonlar podpisаться tugmachasini bosib qo'yamiz. Katyolimiz xonadonda bu xonalarda orqa tarafiga uстановка qilib berdik. Katyolimiz 15 kilovatlik bezduplёnniy variantda bo'ldi. Katyolimiz narxi 7,5 million so'm bo'ldi. Katyolimiz mana shu xonalarda orqa tarafiga uстановка bo'ldi. Maka отдельный xonadon egalari, choyxonaning egalari mashqa xona qilib, to'rtta katyol xona qilib qurib olar ekan. Metlarida yig'ishtirib tashlab, katyolni hozir suvga to'ldirib, ponni 100% ishga qo'ydik. Mana katyolimizdan 60 gradus podachi chiqib ketyapti. Katyolimizni yonish jarayonini bitta ko'ramiz. Ochinchi Asadbek katyolni yonish jarayonini ko'raylikchi. Katyolimiz qanday yonyapti ekan. Xudo xolasa katyolimiz sharmanda qilmay juda ham chiroyli bo'lib ishlab beryapti. Sistemalarni qizdirib, bemalol ishlab beryapti. Videomizga bitta like bosib, shu videoni ko'mirli katyol yoqtirgan do'stlarga jo'natib qo'yamiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Sizlar bilan bir qator radiatorlar ko'rib chiqamiz va xonadonga qancha summa ketganini aytib o'tamiz. Mana xonalar sizlar bilan bir qator ko'rib chiqishimiz mumkin. Suv tomgan chiqqan joylar bo'lgan. Juda ham chiroyli bo'ladi. Sistema zo'r ishlab beryapti. Xonani ichkarisiga kirsiz, issiqlik tap turyapti. Mana keyingi xonamiz ham shunday kirsiz issiq, shunday betizga yuryapti, tashqari sovuq bo'lib qoldi. Juda ham chiroyli bo'lib ishlab beryapti. Keyingi xonaga kiramiz. Xudo xolasa bizning yo'nalish asosan gazlashmagan hududlar uchun ko'mirli katyollar uстановка qilib berish. Biz bugun Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Beshariq tumani Andarxon qishlog'ida bo'ldi. Shu sizlar ko'rib turgan shashlik xonani 4 ta xonasini sistemalarini qilib berdik. Bu xonadonimizga 18,5 million atrofida summa ketdi. Xonalarimizga 4 ta xonaga katyol xizmat, общий hamma yo'q. 18,5 million atrofida summa ketdi. Sizlarda ham xonadonlar yoki shunaqa joylar ham bo'lsa, bitta hisoblaringizni qilib olasizlar. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Shunaqa sifatli santexnik xizmatlari va ko'mirli katyollar yoqtirgan tanishlarga shu videoni jo'natib qo'yamiz. Videoga bitta like bosib qo'yamiz.